Italiya hikoyalari kuz bo'roni to'plamdagi eng ta'sirli hikoyalardan biri bo'lib, inson taqdiri va hayotining kutilmagan burilishlari haqida so'zlaydi. Sokin Italiya shahrining ko'chalarida kuz shamoli esib turgan bir paytda qahramon hayotida ham katta o'zgarishlar boshlanadi. Tashqi dunyodagi bo'ron asta-sekin uning ichki olamiga ham kirib boradi. Bu hikoya oddiy voqea emas. U insonning tanlovlari, pushaymonlari va yurak tubidagi yashirin tuyg'ulari haqida. Har bir sahifa o'quvchini agar men uning o'rnida bo'lganimda nima qilardim degan savolga olib keladi. Kuz bo'roni sizni sokin boshlanib, ammo yuragingizni larzaga soladigan voqealar sari yetaklaydi. Oxirgi sahifasigacha sizni ushlab turadigan eng katta savol esa bitta: hayotda hamma narsa tasodifmi yoki taqdirmi? Asarning asosiy g'oyasi insoniylikni ulug'lash, ezgulik va halollikni targ'ib qilish, hayotiy tajriba va saboqlar berish, odamlar o'rtasidagi mehr-oqibatning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu kitobni o'qir ekansiz, siz faqat voqealarni emas, balki o'zingizni ham his qilasiz. O'tgan qarorlaringiz, aytilmagan so'zlaringiz va yuragingizdagi qolgan savollar bilan yuzma-yuz kelasiz. Ushbu asarni barcha kitobxonlarga tavsiya qilib qolamiz.